6-noyabr shu birinchi katta qirovlardan keyin mana ochiqdaradagi salatlarning holati. Salatda ba'zi bir o'tlarga qaraganda nisbatan ancha sovuqqa chidamli. Baribir lekin mana ko'rib turganlaridek, prezrachniy bo'lib ketgan. Bu salat yana o'ziga keladimi degan savollar bor. Bu salat yana o'ziga keladi inshaalloh. Lekin o'sha o'lmaydi-ku, lekin sotib ham bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Sarg'ayib, dabdalashib ketadi buni o'zi. Sarg'ayib. Ba'zi bular shu hashaga chiqib oqib ketadi. Mana shunaqa juda yomon holatga kelganlari. Ba'zi bir mamlaqalari, mana bu holatda turganlari, mana shunaqa bular rangi sal sarg'ibtir bo'lib, sifati yo'qolib ketadi. Mana bunaqa qorayib ketganlari sariq bo'lib ketadi. Hashaga bir xil baylari hashakka o'xshab kuygan bo'lib, nima bo'lib ketadi. Shunaqa. Mana o'tlar ham o'lib yotibdi. Mana ba'zi bir o'tlar o'lib yotibdi mana. O'sha o'tlar dumalagan. Mana shu o'tda kechada teppa tirik edi. Mana qiyshayib yotgan o'tlar hammasi trezvi turgan edi. Bugun ertalabda o'sha hammasi ag'anab yotibdi, yaxlab bular bo'lgan. Bu salatlarimizni yulib bo'lgandik. O'tda bitta sifatsizlari, gullab-pullab ketganlari qolgan edi.